Mana bunaqa qurtlarni ko'tiga tiyib daladan chiqarib yuboramiz. Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Mana bu bola dalada hech ko'rinmaydi. Faqat shu xonada salqin joyda o'tirib video qiladi. Deganlarga men dalaga ham chiqdik. Dalaga ham ha deb chiqavermaymiz. Chunki dorimizni sifatini o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Moshga birinchi marta sepilayotgan yo'l. Yangilik. Gülme. Qani? Tirikmi? Yarchi. Qurtga dori sepdimi, sepmadim? Endi shu karagan endi sepyapti mana. Uni o'zimiz ko'sak qurt mashina. Ha. Uni nargisi karadirina. Manimi? Mana karadirina. Ha. Uni nargisi o'zimiz ko'sak qurt. Ko'rmaganlarga mana tez yurayotgani ko'sak qurtiniki, yashili karadirina degan qurt. Qurtlar issiqda ina bo'lmaydi, shuning uchun issiq salqinga qarab qochadi tezda. Mana bunaqa qurtlarni ko'tiga tiyib daladan chiqarib yuboramiz. Mana tut parvonasining qurtlari shular. Mana. 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 Rahmat. Hozir tut parvonasini ko'rganingda вообще bu teshib tashyapti buni ham. Arajon nima sepilyapti endi bey? Hozir bu yerga 0,50 gel sepilyapti aka. Hektariga 1 kilodan. Keyin karagan sepilyapti 250 grammdan. Hop, sajin 50 grammdan sepishyapti. Nimaga karaginga almashtirib yuborlang? MMXdan benzanat. 45% tavsiya qiluvdingiz. Karagan yaxshi oldi aka. Yaxshi oldimi? Buni karadrina degan karagan olyapmiz.